Hozirda Lilar narxi ko'tarilayotgan vaqtida men sizlarga Lisan Li6 Pro modelini eng hamyonbop narxda qilib bersam nima deysizlar? Videoni oxirigacha ko'ring, men sizlarga narxini aytib o'taman. Oldingi 2024 Pro pozitsiyasida lidar bo'lmagan, hozirda lidar bilan jihozlangan 2025 ga yana yangi rang qo'shilgan Li6 ga yashil rangi, ichki salonlari o'zgargan. Li6 Pro 2024 va 25 ni farqlaridan eng katta farqi bu lidar qo'shilgan barcha modellariga. Mashinani ichki yangi salonni ko'rib o'tsalaringiz bo'ladi. Yangi jigar rang, ya'ni kafeyni salon desa ham bo'ladi. Bu yerda o'zgarishlar yo'q. Hamma joyi o'zida. Eski pozitsiyasi 2024 Pro bilan. Mana bu yerda head-up displeyi kачествоsi sifati o'zgargan. Polni anaqa 360 ni mana shu yerda ko'rsa bo'ladi. Head-up displeyda yangi o'zgarishlardan biri. 360 kamera, hamma bazaviy narsalar bor bu mashinada. Qo'shimchasiga buni lidari yangilangan chip bilan jihozlangan. Hozirda lidar polni zo'r ishlaydi. Li6larda oldinlari Li6 olgan odamlar chiplari ozgincharoq prostoyroq bo'lgan. Hozirda esa yangilangan va hozirda bemalol ko'ra oladi yo'llarni. Agarda O'zbekistonda 1-2 yilda avtopilot ham ishlab qolsa, bu mashinalarga avtopilot ham ishlaydi. Bu eski do restylingdan farqi lidarda ham, avtopilotda ham o'zgarishlar bo'lgan. Orqasi keng, panoramasi juda ham chiroyli ko'rinyapti mana bu yoqdan. Mana bu yerda deflektorlari bor, chiroyli ishlab qo'ygan deflektorlarni. Klimat kontrollari mana hamma narsasini qo'yib qo'ygan. Juda ham qulay. Bunda xolodilnik bo'lmaydi. Li Pro Max'ida bo'ladi xolodilniki. Bu pozitsiyasi bo'lmaydi. Bizda Max'i ham bor, xohlasanglar. Mashinani ko'rib o'tdik xullas. Endi narxiga kelsak, narxini bozordan ancha-muncha arzonga olib beramiz. 49 ming, 48 ming deyiladigan joylarda bu mashinamizni bizdan 45 ming 500 ga olishingiz mumkin.